Avvalambor faqat yoshlar emas, har yoshdagi va har jinsdagi insonlar internet o'yinlariga qaramli bo'lib qolishlari mumkin. Qara o'ng tomondan kelyapti. Qara. Otib ketdi mana. Yuqorida siz ko'rgan tasvirlar to'g'ri sahnalashtirilgandir, ammo bugungi kunda ayrim bir yoshlar mana bunday smartfonlardagi o'yinlarga berilib ketish ortidan mana shunday holatga tushib qolayotganlar ham bor. Eng achinarlisi shundaki, agarda ular o'yin o'ynab o'tirganda qo'llaridagi telefonlarni tortib oladigan bo'lsangiz, hattoki o'z yaqinlarini pichoqlab qo'yishga ham borayotganlari yo'q emas. Bundan bir necha kun avval Qozog'istonda 21 yoshli yigit PUBG o'yinini o'ynamagin deb telefonni olib qo'yishgani uchun 4 nafar oila a'zolarini pichoqlagan haqidagi xabarlar keng tarqalgan edi. PUBG va CS:GO hamda shunga o'xshash o'yinlar kibersport musobaqalariga kiritilgan, ammo undan to'g'ri foydalana olmay salbiy holatlarga kelib qoluvchilar ham uchrab turibdi. Xo'sh, bugungi kunda bunday o'yinlarga yoshlarimiz bir kunda qancha vaqtini sarflaydi? Oldin yoshlikda vaqt ko'p bo'lardi, o'qishlar bo'lmasdi, o'sha paytlar o'ynardik. Bir kunda 1 soat yo 2 soat PUBG o'yinini o'ynab turaman. O'ynaganmiz oldin, hozir yo'q. Chunki bir tarafdan vaqt o'tkazish, uni ham to'g'ri yo'lda ishlatish kerak-da. Umrimda bir marta bo'lsa ham PUBG o'ynamaganman, lekin ko'p ma'lumotlar eshitganman, lekin o'ynab ko'rmaganman. O'ynamayman, lekin o'ynamaslikni maslahat beraman. Yoshligimizda bizda boshqacha o'yin bo'lardi, o'ynaganman. Zerikkan payt o'sha o'yinni o'ynab turardim. Hozir PUBG ni umuman o'ynamaganman. Oddiy kunlari 1 soat, 1-1,5 soat o'ynayman, 1-1,5 soat kuniga. Kontor bo'lganda do'stlar bilan o'tirardik, 1-2 soatli, endi bir haftada ko'p emas. PUBG ga o'xshash o'yinlarda 4 soatlarmi, 3 soatlar o'tirardim. Psixologlarning aytishiga qaraganda bunday o'yinlarni ko'p o'ynaganlar alkogolga o'rganib qolgan odamlardek o'rganib qolar ekan. Gamerlik o'yinlari bu xuddi alkogolizmga, narkomaniyaga o'xshagan miyaning ruhiy buzilishi kasallik holatidir. Bu holatga tushgan inson o'zini boshqara olmaydi. Xuddi aroq ichuvchi ichmasa o'zini to'xtata olmaydigan patologik mayl, istab keturish, o'shani ichmaguncha qo'ymaslik yoki narkoman o'sha narkotikni topmaguncha yoki tamaki yoki nos chekuvchi o'shani og'ziga solmaguncha qo'ymaydigan holat bo'lsa, gamerlikda ham xuddi o'shancha va o'shandan ortiqroq holat bo'ladi. Shunday o'yinlar borki, ular bir-birini o'ldirish bilan yakun topadi. Ammo bunga ko'p o'rganib qolgan bolalar hayotda ham shunday qilib ko'rishni xohlab qoladi, deydi psixolog. Bola real dunyo bilan noreal dunyoni aralashtirib o'rganda, bu o'yin bo'lyapti degan ruhiy buzilish oqibatida ana shu o'rtog'iga ham qo'ldagi qurolni ishlatib yuborish holatlari bo'lishi mumkin. Xo'sh, bolalar yoshligidan bunday o'yinlarga bog'lanib qolmasligi uchun ota-onalar nimalarga e'tibor berish kerak? Nazorat qilish imkoniyati yo'q. Men hozir ishdaman, ishdan ketyapman. U hozir telefon qo'lida qanday foydalanayotganini men nazorat qilish imkoniyati yo'q. Telefon cheksiz narsa. Buni qo'liga sekin portlovchi moddani berib qo'ygandek gap. Avvalo uni tushuntirish kerak-da. Qanday oqibatlarga olib kelish kerakligini misol bilan, isbot bilan tushuntirish kerak. Ota-onaning o'zi ham o'rnak bo'lish kerak farzandiga. Bolalarni biron bir o'zlariga juda ham yoqadigan narsa bilan chalg'itish kerak-da. Agar o'sha smartfonlardan foydalansa, shuni ham ichida biron bir foydali narsani o'rnatib berish kerak bolalarga. Ba'zan so'kinib gapiradiganlar bor. Ular nima qilish kerak bilmadim. Ko'radi-ku. Bu qanaqa tarbiya tomoni bor ularga. Ularga chora ko'rish kerak borki. Uyat gaplarni internetda gapirmaslik kerak. Yo'q, qilaman farzandlarimni nazorat. Yo'q, har xil o'yinlar kerak emas deb o'ylayman, lekin ongini oshiradigan o'yinlar kerak. Smartfonlar psixologik ta'sir o'tkazibgina qolmay, ularning inson salomatligi uchun ham jiddiy zararlari bor. Bu juda ham noto'g'ri holat. Chunki farzandlarimizni o'sib ulg'ayayotgan paytida ularning neurologik rivojlanishi, psixik rivojlanishi, aqliy rivojlanishiga bu gadjet telefonlarimiz salbiy ta'sir qiladi. Nutqini, psixikasini buzilishi, kasalliklar bor, задержка психоречевой развития, задержка речевой развития, ko'rishni pasayishiga ham olib keladi. O'sha aqliy rivojlanishini, nutqini sekin chiqishiga, nutq buzilishlariga olib keladi. Telefondagi o'yin qahramonlarini xarakteriga bola kirib qoladi. Bunaqa paytda zudlik bilan bolalar nevropatologiga, bolalar psixiatrlariga olib borishni tavsiya qilaman. Biz ushbu lavhamiz orqali bu o'yinlarni o'ynaydiganlarni yomonlamoqchi emasmiz. Shunchaki ularga to'g'ri yo'l ko'rsatib, salbiy oqibatlari borligini ham eslatib qo'ymoqchimiz. Davudxon G'ulomjonov, Asqar Nosirov, Abdurahmon Zaripov, Ovoza informatsion dasturi uchun Toshkent.